Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borayotganlar. Mana bugun biz xudo xolasa rasmiy litsenziyaga ega bo'lgan Centrum Holidays offisidamiz. Shu 14 kunlik umra ziyorati haqida sizlarga ma'lumot berish uchun kelganmiz. Azizbek, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Aka, shu obunachilarimiz va bizni kuzatib borayotganlarga 14 kunlik umra ziyorati haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p, 14 kunlik umra safarimiz bo'ladi, xudo xolasa. 3 kun Madinada, 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'ladi. 11 kun Makka da bo'ladi. Ziyorat sayohat ibodatlarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Malakali o'sha mutaxassis 50 boshlarimiz ziyorat sayohatlar barchasini birgalikda qilishadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makka da 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Madinada ham Makka ham xudo xolasa o'zbek akalarimiz xizmatda turib chiroyli yaxshi ovqatlar qilib berishadi. O'zimizni o'zbek milliy taomlar qilib berishadi. Yasinso Aralon masofasi Madinada 200-300 metr atrofida bo'ladi. Makka da 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Jicha uzoqroq, jicha yaqinroq bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri tushunasizlar buni. Xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Ziyorat sayohatlarga keladigan bo'lsak, ziyorat sayohatlarimiz Madinadan boshlanadi, xudo xolasa. Payg'ambarimiz razalariga ziyorat bo'ladi. Xurmo bog'iga ziyoratimiz bo'ladi. Qubo masjidi, Hiro g'ori, Muzdalifa, Arafat tog'i, Qizil dengiz va Toyif shaharlariga ziyorat sayohatlarimiz bo'ladi, xudo xolasa. Toyif shahriga chiqib kelgandan keyin bitta to'lov evasiga ikkinchi marta umra amalini qilsalang bo'ladi. Buni har bitta ziyoratchimiz, xudo xolasa, har bitta bizni kuzatib borayotgan obunachilarga juda ham muhim, qiziqarli joyi, chunki bir marta to'lov qilasiz, ikkinchi marta umra amalini qilsangiz bo'ladi. Har bitta ziyoratchiga qiziq joyi. Bundan tashqari, firma tomonidan, Centrum Holidays firma tomonidan beriladigan bitta to'lov evasiga sovg'alar bor. Bu bejik beriladi, so'mka beriladi, kamzil beriladi. O'sha so'mkada zarur dokumentlar, o'sha kerakli narsalar sovg'asalang bo'ladi, xudo xolasa. Litsenziya N0014 Maykovdan tekshirsalang ham bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor. Rasmiy ofisga kelib, ko'rib, tanishib, ma'qul bo'lsa, o'sha o'zlaringizga ma'qul bo'lgan kunga to'lov qilib ketsalang bo'ladi. Rasmiy kassa bor, o'zimiz o'zbek so'm pul birligida bemalol kelib to'lovlar qilib ketaverasizlar, chek berishadi. Sizlarga pasportlaringizga vizalarni chiqarib, chiroyli qilib joylarni biron qilib berishadi, xudo xolasa. Eng yaqin kunlarga, hozirgi kunda chislolarimizga, xudo xolasa, 3-fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reys bor. Vizangiz bo'lsa $850, vizangiz yo'q bo'lsa $950. 10-fevralga Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reys bor. Xudo xolasa, vizangiz bo'lsa $880, vizangiz yo'q bo'lsa $980. 17-fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reys bor, $1100. Agar vizangiz bo'ladigan bo'lsa $1000 bo'ladi. 24-fevral kuni Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reys bor. Bular 17 bilan 24 xudo xolasa roza bo'ladi, adashmasam, o'sha birinchi 10 kunliklari bo'ladi. Bunda $1200, vizangiz bo'ladigan bo'lsa $1100 deb belgilandi. Bu o'sha shunaqa narxlar belgilandi. Hozirgi kunda mana shu Farg'onadan yo'nalishlar bor. Bundan tashqari Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslar bor. Toshkentdan Toshkent Jidda, Toshkent Madina reyslari xudo xolasa bor. Yana ham batafsilroq ma'lumotni ekrandagi nomerlarga aloqa qilsalaring, operatorlarimiz javob berishadi. Mabodo biz qattiq noto'g'ri gapirgan bo'lsak, o'sha operatorlarimiz batafsilroq ma'lumot berishadi. Endi yosh katta otaxon onaxonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, aravachani misol Farg'onadan olib kelsalaring ham bo'laveradi. Samolyot ortiqcha to'lov olmaydi. Xohlasalaring atdan olsalaring ham 14 kunga sizlarga beriladi. Chiroyli o'sha yaxshi foydalanib, sog' holatda qaytarib topshirib kelsalaring bo'ldi. Ketayotganlaringda bu sovg'alar beriladigan bo'lsa, qaytayotganlaringda xudo xolasa har bitta ziyoratchiga 5 litr zamzam suv beriladi. Xudo xolasa o'shalarni olib kelib uyingizga qilsalaring bo'ladi. Menimcha batafsil ma'lumot berdim deb o'ylayman. Mabodo kami ko'z bo'lsa, kompyuterga yozib ketinglar. Mana shu bizning kanalimizga, mana shu akamizning kanallariga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, kompyuter fikrlaringizni yozsalang, keyingi videolarda mabodo kami ko'z bo'lgan bo'lsa bu videoda, keyingi videoda xudo xolasa to'g'rilab ketishga, yana ham batafsilroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Azizbek, rahmat sizga. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borayotganlar, sizlarga to'liq ma'lumot berdik deb o'ylaymiz. Agarda kamchiliklari bo'lsa, uzr so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Azizbek, sizga ham katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.